Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Qoidalar o'zgarmoqda, tekshiruvlar kuchaymoqda, ma'lumotlar bazalari bir-biriga ulanmoqda va endi men bilmagan edim degan gap ko'p holatda yordam bermaydi. Bu gap faqat tadbirkorlarga emas, faqat chet elda ishlayotganlarga emas, faqat avtomobili borlarga emas. Bu hammaga tegishli, ishlaydigan odamga ham, nafaqa oluvchiga ham, talaba va ota-onalarga ham, uy-joyi borlarga ham, ijarada yashayotganlarga ham. Agar sizning hujjatlaringizda xato bo'lsa, telefon raqamingiz eski bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilanmagan bo'lsa, soliq, jarima, kredit, subsidiya, kadastr yoki mehnat shartnomasi bo'yicha muammo bo'lsa, ertaga oddiy bir xizmatni olishda to'xtab qolishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga nimalar o'zgargani, kimlar xavotir olishi kerakligi, kimlarda hammasi joyida bo'lishi mumkinligi va eng muhimi, o'zingizni qanday tekshirishingiz kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avvallari ko'p narsa qog'ozda yurardi. Masalan, bir idorada siz haqingizda bitta ma'lumot, boshqa idorada boshqa ma'lumot turishi mumkin edi. Kimdir pasportini almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumotini yangilamagan. Kimdir uyini sotgan. Lekin kommunal xizmatlarda hali ham eski egasi ko'rinib turgan. Kimdir ishga kirgan, lekin rasmiy mehnat shartnomasi bazaga kiritilmagan. Kimdir jarima olgan, ammo o'z vaqtida xabar topmagan. Oldin bu narsalar yillar davomida sezilmasligi mumkin edi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat xizmatlari, soliq, bank, kadastr, notarius, sud, ijro, kommunal xizmatlar, pensiya va ijtimoiy himoya tizimlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, sizning bitta joydagi xatoingiz boshqa joyda ham muammo bo'lib chiqishi mumkin. Masalan, pasportdagi ism familiya bilan bankdagi ism familiya bir xil yozilmagan bo'lsa, pul o'tkazmasi, kredit karta, nafaqa yoki to'lovlarda muammo tug'ilishi mumkin. Yoki kadastrda uy egasi siz ko'rinmasangiz, subsidiya, garov sotish, meros yoki ipoteka masalasida to'xtalish bo'ladi. Oldin odamlar kerak bo'lsa keyin to'g'rilayman deb yurishardi. Endi esa keyin degan vaqt qimmatga tushishi mumkin. Chunki jarima hisoblanadi, xizmat rad etiladi. Ariza ko'rib chiqilmaydi. To'lov kechikadi yoki sizga tegishli imtiyoz boshqa sabab bilan chiqmay qoladi. Men ko'p holatlarda shuni ko'raman. Odamning muammosi katta emas. Lekin u vaqtida tekshirmagani uchun muammo kattalashib ketgan bo'ladi. Eng katta o'zgarishlardan biri shuki, endi shaxsiy ma'lumotlarning mosligi juda muhim bo'lib qoldi. Pasport, ID karta, STIR, JSHIR, telefon raqami, yashash manzili, oilaviy holat, ish joyi, mulk, avtomobil, bank hisoblari va turli to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Agar bir joyda eski ma'lumot tursa, tizim sizni xato yoki aniqlashtirish kerak deb ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi o'zgarish, ko'plab jarayonlar onlayn ariza orqali bo'lyapti. Bu qulay, albatta. Navbat kamroq vaqt tejaladi, ayrim hujjatlar avtomatik olinadi, lekin qulaylik bilan birga talab ham kuchaydi. Onlayn tizim odamga qarab, mayli, tushunamiz demaydi. Tizimda nima yozilgan bo'lsa, shunga qaraydi. Masalan, siz aslida bir manzilda yashaysiz, lekin rasmiy bazada boshqa manzil ko'rsatilgan. Ariza topshirasiz, tizim esa sizni boshqa hududga bog'lab qo'yadi. Natijada siz kerakli joydan xizmat ola olmay qolasiz. Uchinchi o'zgarish, moliyaviy harakatlar ko'proq nazorat qilinmoqda. Bu faqat yirik biznesga taalluqli emas. Masalan, kimdir doimiy ravishda karta orqali katta summalar qabul qiladi. Lekin bu daromad nimadan kelayotganini tushuntirib bera olmaydi. Kimdir ijara daromadini oladi, lekin shartnoma qilmagan. Kimdir kichik savdo qiladi, lekin rasmiylashtirmagan. Oldin bunga e'tibor kamroq bo'lgan bo'lsa, endi bank, soliq va boshqa tizimlar orqali savollar paydo bo'lishi mumkin. To'rtinchi o'zgarish, rasmiy mehnat munosabatlari muhim bo'lib bormoqda. Odam ishga kiradi, oylik oladi, lekin shartnoma yo'q. Bugun bu oddiydek ko'rinadi. Ertaga pensiya staji, kredit olish, subsidiya, kasallik varaqasi, dekret puli yoki ishdan bo'shaganda kompensatsiya masalasida siz rasmiy ishlamagan ekansiz degan javob chiqishi mumkin. Men buni ko'p marta ko'rganman. Odam 5 yil ishlagan, lekin bazada 5 oy ham ko'rmaydi. Keyin u o'z haqini isbotlashga majbur bo'ladi. Birinchi navbatda pasport yoki ID kartasini yaqinda almashtirganlar tekshirish kerak. Masalan, siz 2023 yoki 2024 yilda hujjat almashtirdingiz. Bank kartangiz eski pasportga ochilgan bo'lishi mumkin. Mobil operator shartnomangiz eski hujjat bilan turgan bo'lishi mumkin. Kadastrda eski seriya va raqam qolgan bo'lishi mumkin. Agar ertaga katta to'lov, notarial ish
kredit yoki davlat xizmatiga ariza kerak bo'lsa, tizimmoslikni talab qiladi. Ikkinchi guruh uy-joy sotib olgan, sotgan, meros olgan yoki hadya orqali mulk rasmiylashtirganlar. Misol uchun, odam kvartira sotib oladi, notariusdan o'tadi, pulini beradi, ko'chib kiradi. Lekin kommunal xizmatlarda hali eski egasi turadi. Elektr, gaz, suv chiqindi yoki boshqaruv kompaniyasi hisobida qarz chiqib qoladi. Keyin yangi ega bu manzil bo'yicha qarz bor deyishadi. Aslida qarz eski egaga tegishli bo'lishi mumkin, lekin rasmiy o'zgartirish qilinmagani uchun siz yugurasiz. Uchinchi guruh avtomobil borlar. Avtomobil bo'yicha jarima, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma oldi sotdi. Garov va kredit masalalari juda ehtiyotkorlik talab qiladi. Masalan, siz mashinani ishonchnoma bilan sotgansiz, lekin nomingizda qolgan. Yangi haydovchi qoidani buzsa, jarima sizga kelishi mumkin. Mashina avtohalokatga tushsa, huquqiy savollar sizga ham tegishi mumkin. Shuning uchun mashina mendan ketgan degan og'zaki gap yetarli emas. Rasmiy baza nima deyayotganini tekshirish kerak. 4-guruh. Chet elga chiqib kirib yurganlar. Ayniqsa ishlash, o'qish yoki uzoq muddat yashash uchun boshqa davlatga boradiganlar. Sizda qarzdorlik, aliment sud qarori, ijro hujjati yoki boshqa cheklov bo'lsa, chegarada muammo bo'lishi mumkin. Ba'zan odam bilet olib, ish joyini kelishib, aeroportga boradi. Keyin chiqish taqiqi borligini biladi. Natijada bilet kuyadi, ish beruvchi kutmaydi. Odam katta zarar ko'radi. Shuning uchun safardan oldin hamma qarzdorlik va cheklovlarni tekshirish kerak. 5-guruh bolasi bog'cha, maktab, kollej, oliygoh, nafaqa yoki ijtimoiy yordam tizimiga bog'liq bo'lgan oilalar. Oilaviy tarkib, daromad, manzil, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onaning hujjatlari to'g'ri bo'lmasa, ariza rad etilishi mumkin. Masalan, ona bola pul uchun ariza beradi, lekin ba'zida turmush o'rtog'ining daromadi noto'g'ri yoki eski ish joyi bilan ko'rinadi. Yoki bola boshqa manzilda ro'yxatda turadi. Bunday mayda ko'ringan tafovutlar real pulning kechikishiga olib keladi. Agar siz so'nggi vaqtda hujjatlaringizni yangilagan bo'lsangiz, bank, soliq, kadastr, kommunal xizmatlar va ish joyingizdagi ma'lumotlar mos bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda jiddiy muammo bo'lmaydi. Lekin baribir men umuman tekshirmang demayman. Chunki xato siz qilmagan joyda ham paydo bo'lishi mumkin. Operativ familiyani noto'g'ri kiritgan bo'lishi mumkin. Eski manzil avtomatik o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Bir harf, bitta raqam yoki sananing noto'g'ri yozilishi ham tizimda muammo beradi. Masalan, bir odamning familiyasida apostrof bor. Boshqa bazada apostrofsiz yozilgan. Oddiy ko'rinadi. Lekin ayrim tizimlar buni boshqa odam deb qabul qilishi mumkin. Yana bir misol, tug'ilgan sana 0506 o'rniga 0605 bo'lib kelgan. Ko'z bilan qaraganda sezilmaydi. Lekin elektron tekshiruvda nomuvofiqlik chiqadi. Shuning uchun men halolman, demak muammo bo'lmaydi degan fikr to'liq to'g'ri emas. Halollik alohida masala, ma'lumotning to'g'ri kiritilgani alohida masala. Birinchi xato, telefon raqam yangilanmagan bo'lishi. Hozir ko'p xizmatlarda tasdiqlash kodi telefon raqamga keladi. Agar siz eski raqamni ishlatmasangiz, arizani tasdiqlay olmaysiz, bank operatsiyasi to'xtaydi yoki muhim xabarnoma sizga yetib kelmaydi. Masalan, odamning sud yoki ijro bo'yicha xabarnomasi eski raqamga ketgan. U bilmagan, lekin muddat o'tgan. Keyin men xabar topmadim desa ham, bazada xabar yuborilgan bo'lib turadi. Ikkinchi xato, yashash manzili va haqiqiy yashash joyi mos emas. Bu ayniqsa ijtimoiy yordam, maktab, poliklinika, kommunal xizmatlar va mahalla bilan bog'liq masalalarda muhim. Agar siz Toshkentda yashab, rasmiy manzilingiz boshqa viloyatda bo'lsa, ayrim xizmatlar bo'yicha qo'shimcha savollar chiqishi mumkin. Bu har doim ham taqiq degani emas, lekin hujjatlar tayyor bo'lishi kerak. Ijara shartnomasi, vaqtinchalik ro'yxat, ish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar kerak bo'lib qoladi. Uchinchi xato, mulk hujjatlari to'liq tekshirilmagan bo'lishi. Bir oilada ota vafot etgan, u esa otaning nomida qolgan. Farzandlar yillar davomida shu uyda yashagan. Keyin sotmoqchi bo'lishadi yoki kredit uchun garovga qo'ymoqchi bo'lishadi. Shu payt meros rasmiylashtirilmagani, kadastr yangilanmagani, ayrim qarindoshlarning roziligi kerakligi ma'lum bo'ladi. Agar bu ishlar vaqtida qilinganida, jarayon ancha oson bo'lardi. 4-xato, rasmiy ish staji ko'rinmaydi. Masalan, odam oyiga 4 million so'm oladi, 3 yil ishlaydi. Lekin oylik naqd berilgan yoki karta orqali o'tkazma sifatida tushgan. Shartnoma yo'q. Soliq ajratmasi yo'q. Keyin u kredit olmoqchi bo'ladi. Bank bazada rasmiy daromad ko'rmaydi va rad etadi. Yoki ayol dekret puli olmoqchi bo'ladi. Lekin rasmiy mehnat munosabati to'liq aks etmagani uchun
summa kamayadi yoki muammo chiqadi. 5-xato kichik biznesni mayda ish deb rasmiylashtirmaslik. Masalan, uyda pishiriq tayyorlab sotish, internet orqali kiyim savdosi, telefon ta'miri, go'zallik xizmatlari, repetitorlik, taksi yoki yetkazib berish xizmatlari. Bularning hammasi daromad keltiradi. Agar daromad muntazam bo'lsa, uni qanday rasmiylashtirish kerakligini bilish muhim. Men hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, lekin keyin birdan bank kartasiga tushgan pul bo'yicha savollar paydo bo'lsa, odam tayyor bo'lishi kerak. Birinchi nuans, hamma xabarlar ham siz o'qiydigan joyga kelmasligi mumkin. Kimdir SMS kutadi, lekin xabar shaxsiy kabinetga kelgan bo'ladi. Kimdir pochta kutadi, lekin elektron bildirishnoma yuborilgan bo'ladi. Kimdir mahalladan chaqirishadi deb o'ylaydi, lekin tizimda arza holati o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun faqat menga hech kim aytmadi deb yurish xavfli. Ikkinchi nuans, qarzdorlik kichik bo'lsa ham muammo berishi mumkin. 20 ming so'm. 50 ming so'm, 100 ming so'm qarz katta pul emasdek ko'rinadi. Lekin tizim uchun bu qarzdorlik. Ustiga penya, ijro yig'im yoki qo'shimcha xarajatlar qo'shilishi mumkin. Masalan, eski jarima vaqtida to'lanmagan, keyin ijroga o'tgan. Odam asosiy jarimani to'laydi, lekin ijro xarajatini unutadi. Natijada cheklov olib tashlanmaydi yoki bazada qarz qoladi. Uchinchi nuans, boshqa odam nomiga rasmiylashtirilgan narsadan foydalanish. Telefon raqam akangiz nomida, karta onangiz nomida, mashina do'stingiz nomida, uy qarindoshingiz nomida bo'lishi mumkin. Kundalik hayotda bu qulaylik. Lekin huquqiy vaziyatda egasi kim bo'lsa, mas'uliyat ham ko'p hollarda o'sha odamga tushadi. Masalan, siz ishlatayotgan raqam bank, davlat xizmatlari va elektron imzo bilan bog'langan bo'lsa, keyin raqam egasi almasa yoki sim karta yo'qolsa, kirish huquqini tiklash qiyinlashadi. 4-nuans. Og'zaki kelishuv endi ko'p joyda yetarli emas. Ijara berdingizmi, shartnoma qiling. Ishga oldingizmi yoki ishga kirdingizmi, shartnoma qiling. Pul qarz berdingizmi, tilxat yoki shartnoma qiling. Mashina berdingizmi, rasmiy hujjat qiling. Chunki nizoli vaziyatda hamma narsa dalilga qaraydi. U meni taniydi, biz qarindoshimiz, men ishonaman degan gaplar sud, bank yoki davlat idorasida doim ham ishlamaydi. 5-nuans, hujjatdagi xatoni ko'rgan zahot tuzatish kerak. Ba'zi odamlar keyinroq to'g'rilayman deydi. Lekin keyin shu xato ustiga boshqa hujjatlar ham rasmiylashadi. Natijada bitta xatoni emas 5 ta hujjatni tuzatishga to'g'ri keladi. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasida ism boshqacha, pasportda boshqacha, diplomda yana boshqacha yozilgan. Ishga kirishda, chet elga chiqishda yoki meros masalasida bu katta muammo bo'ladi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Men sizga oddiy tekshiruv ro'yxatini beraman. Buni bir kunda ham qilishingiz mumkin, lekin shoshilmasdan, tartib bilan qiling. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati, ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHIR, manzil ma'lumotlari to'g'ri ekanini ko'ring. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bank, mobil operator, ish joyi, oliygoh, kadastr yoki boshqa muhim joylarda yangi ma'lumotlar kiritilganmi, albatta so'rang. Ikkinchi qadam. Telefon raqamingizni tartibga keltiring. Siz doim ishlatadigan raqam o'z nomingizda bo'lsin. Ayniqsa bank, davlat xizmatlari, elektron imzo, soliq kabineti va boshqa muhim tizimlarga bog'langan raqam begona odam nomida bo'lmasin. Agar raqam eski bo'lsa, yangilang. Agar sim karta yo'qolgan bo'lsa, darhol tiklang yoki tizimlarda raqamni almashtiring. 3-qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Jarimalar, soliq, kommunal to'lovlar, kredit, aliment, sud va ijro hujjatlari bo'yicha qarz bormi, yo'qmi, aniqlang. Buning uchun rasmiy elektron xizmatlardan, bank ilovalaridan, davlat xizmatlari markazidan yoki tegishli idoralardan foydalaning. Agar qarz chiqsa, faqat to'lab qo'yish bilan cheklanmang. To'lov tizimida yopilganini ham tekshiring. Ba'zan pul to'langan, lekin ba'zida qarz hali ham turadi. Bunday holatda chekni saqlang va ariza bilan murojaat qiling. 4-qadam. Mulklaringizni tekshiring. Uy, yer, do'kon, garaj, avtomobil nomingizda to'g'ri turibdimi? Agar sotgan bo'lsangiz, haqiqatdan ham nomingizdan chiqqanmi? Agar sotib olgan bo'lsangiz, barcha bazalarda egasi sifatida siz ko'rinyapsizmi? Kommunal xizmatlarda ham egasi yangilanganmi? Kadastr hujjatlarida maydon, manzil, obyekt turi to'g'ri yozilganmi? Bularni tekshirish juda muhim. 5-qadam, ish joyingizni tekshiring. Agar siz yo'llanma ishchi bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz rasmiy tuzilganmi? Elektron tizimda aks etganmi? Oylikdan soliqlar to'lanayotganmi? Ish staji yuritilyaptimi? Bilib oling. Ish beruvchidan shartnoma nusxasini oling. Agar sizga kerak emas. Bizda hammasi joyida,
deyishsa ham o'zingiz tekshirishga haqqingiz bor. Chunki ertaga muammo chiqsa zarar sizga tegadi. 6-qadam daromadlaringizni tartibga soling. Agar qo'shimcha ish qilsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, savdo qilsangiz yoki ijara daromadi olsangiz, buni qonuniy yo'l bilan qanday rasmiylashtirish mumkinligini aniqlang. Har bir holatda bir xil yechim bo'lmaydi. Kimdir o'zini o'zi band qilishi mumkin. Kimdir yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishi kerak. Kimdir MCJ orqali ishlashi ma'qul. Eng to'g'ri yo'lni soliq maslahatchisi yoki tegishli idora orqali aniqlang. 7-qadam oilaviy hujjatlarni tekshiring. Nikoh, ajrim, tug'ilganlik, farzandlikka olish, vasiylik, meros, aliment kabi hujjatlar ko'p xizmatlarga ta'sir qiladi. Masalan, bola puli, nafaqa, maktabga qabul, pasport olish, chet elga chiqish, meros yoki mulk taqsimoti. Agar oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, bu tegishli bazalarda aks etganiga ishonch hosil qiling. 8-qadam barcha muhim hujjatlaringizning nusxasini saqlang. Pasport, ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, diplom, mehnat shartnomasi, kadastr hujjati, oldi sotdi shartnomasi, kredit shartnomasi, to'lov cheklari, sud qarori, ijro yopilgani haqidagi hujjat. Bularni ham qog'ozda, ham elektron shaklda saqlang. Telefoningiz yo'qolsa ham hujjatlar bulutda yoki fleshkada bo'lsin. Lekin begona odamlarga yubormang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. 9-qadam xato topsangiz og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Qaysi idorada xato bo'lsa, o'sha idoraga ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotlaringiz, aloqa raqamingiz, muammoning mazmuni, qanday tuzatish so'rayotganingiz aniq yozilsin. Ilova sifatida tasdiqlovchi hujjatlarni qo'shing. Arizangiz qabul qilingan raqamni yoki kvittansiyani saqlang. Agar javob berilmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy murojaat platformalariga yozish mumkin. 10-qadam katta ish qilishdan oldindan tekshiring. Uy sotib olishdan oldin kadastr va qarzdorlikni tekshiring. Mashina olishdan oldin jarima, garov, taqiq va egasini tekshiring. Kredit olishdan oldin kredit tarixingizni tekshiring. Chet elga ketishdan oldin qarzdorlik va chiqish cheklovini tekshiring. Ishga kirishdan oldin shartnoma shartlarini o'qing. Bu oddiy tekshiruvlar sizni millionlab so'mlik zarardan saqlashi mumkin. Ko'pchilik mendan so'raydi, agar eski xato bo'lsa jarima bo'ladimi? Javob shunday, hammasi xatoning turiga bog'liq. Agar bu texnik xato bo'lsa, odatda tuzatish mumkin. Agar majburiyat vaqtida bajarilmagan bo'lsa, masalan soliq yoki jarima to'lanmagan bo'lsa, unda qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval xatoning sababini aniqlash kerak. Yana bir savol. Men hamma narsani tekshirishga vaqt topolmayman. Nimadan boshlay? Men doim eng xavfli joylardan boshlashni maslahat beraman. Pasport va telefon raqam, qarzdorliklar, bank va kredit, mulk, ish staji. Shu 5tasini tekshirsangiz, katta muammolarning oldini olasiz. Keyin qolgan hujjatlarni bosqichma-bosqich ko'rasiz. Yana bir savol, agar tizimda noto'g'ri qarz chiqsa, darhol to'lash kerakmi? Avval qarz nimadan chiqqanini aniqlang. Ba'zan noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin muddat o'tib ketayotgan bo'lsa, masalan penya ko'payayotgan bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashib, to'lash yoki e'tiroz bildirish yo'lini tanlang. Muhimi, befarq qoldirmang. Yana bir savol, begona odam men hammasini hal qilib beraman desa ishonish mumkinmi? Men bunday holatda juda ehtiyot bo'lishni aytaman. Hujjat, parol, SMS kod, elektron imzo kaliti, bank karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Rasmiy idora yoki ishonchli mutaxassis bilan ishlang. Chunki hujjat masalasida firibgarlik ko'p uchraydi. Bir marta SMS kodni berib qo'yish orqali odam kreditga, qarzga yoki boshqa muammoga tushib qolishi mumkin. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, qoidalar o'zgaryapti, tizimlar bir-biriga ulanmoqda, ma'lumotlar ko'proq tekshirilmoqda. Bu yomon narsa emas, agar sizda hammasi tartibda bo'lsa, aksincha ko'p ishlaringiz tezlashadi. Lekin hujjatlarda xato, qarzdorlik, eski ma'lumot, rasmiylashtirilmagan ish yoki noto'g'ri mulk ma'lumoti bo'lsa, bu ertaga jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq kamida 3 narsani tekshiring. Shaxsiy hujjatlaringiz, qarzdorliklaringiz va telefon raqamingiz. Keyin mulk, ish joyi, daromad va oilaviy hujjatlarni tartib bilan ko'rib chiqing. Agar xato topsangiz, kechiktirmang, yozma murojaat qiling. Hujjatlarni saqlang va natijani oxirigacha kuzating. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjatda xato chiqdi, qanday muammo bo'ldi, qanday hal qildingiz? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring.
Chunki bu ma'lumot haqiqatan ham hammaga kerak.